Alo, eshitaman. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shohrux aka, siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Hozirmi? Ha, hozir. Hozir uyda emasman. Men sizga lokatsiya tashiyman, o'sha joyga keling. Lekin Samira. Qani, bir qarsak chalamiz. Iltimos, Shohrux aka faqat yo'q demang. Mayli, hammaga Xo'p. xayr, sog' bo'ling. Hozir. Dada, mana shu uylarni remont qilish kerak ekanda. Ancha remonti eskirganda. Hammasi yaxshi turibdi-ku. Nima qilaman ta'mirlab? Qizlarimni uzatgan bo'lsam, o'g'lim bo'lmasa, menga nima kerak? Ta'mirlab. Nega unday deysiz, dada? Mana o'g'il o'rda o'g'il bo'lsam sizga. Ha, nariga kuyovingiz o'ziga to'q bo'lsa. Sizlardan keyin nima deydi anavi? Sizlardan keyin mana shu uyda chiroqni kimdir yoqish kerak-ku, dada, to'g'rimi? Sizlardan keyin deng. Ha, Nima, meni ketishim haqida xabar keldimi sizga? Nima, meni o'limimni istayapsizmi? ay yo'q ey dada. Shunchaki hali ko'p yashaysiz, dada. Qizingizni, nabiralaringizni baxtiga doim sog' bo'ling, dada. Rahmat. Dada, shu negadir qornim ochgandek bo'ldi-da. Sizni qorningiz ochmadimi? Qornim to'q. Oshxonaga kiring. Muzlatgichda ovqat bor. Shu ertalab yaxshi choy ichmaganimda qornim ochdi-da. Men unda oshxonada bo'laman. Sizga ishlasa kerak emasmi? Yo, ana sendvich qilib beraymi? Yo'q, bemalol. Xo'p. Qale, sizga yoqdimi? Ko'raman. Ko'ring. Ko'rasizmi? Marhamat, marhamat. Sizga yoqqanidan xursandmiz. Men ham juda ham xursand bo'ldim. Xuddi yoshligimga qaytgandek bo'ldim. Baraka topinglar. Menga ham rosa yoqdi. Yana kelasizlarmi? Akbar akasi, yana kelaylikmi? Kelinglar. Bo'ldi. Unda yana kelamiz. Shohrux chiqib ketdimi? Sezmay qoldim-ku. Ha, ularga qo'ng'iroq bo'ldi. Undan keyin sekin chiqib ketdi. Mayli, yaxshi. Gulnora, Xolabek, mehmonlarga choy olib kel. xo'p bo'ladi. Quyong. Shohrux aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Meni nimaga chaqirding? Tinchlikmi? Ochig'i, sizni ko'rgim keldi. Samira. Axir komada edingiz. Sizdan qanaqa xavotir olganimni bilmaysiz. Lekin mana hammasi joyida. Yana qarshimda turibsiz. Mana, ko'rding. Endi ketsam bo'ladimi? Yo'q. Yo'q. Shohrux aka, men nima qilishni bilmay qoldim. Oyim boshqa gap aytayaptilar. Dadam esa boshqa gap. Yuragimga quloq solingmi? Yoki aqlimgami? Men o'sha uyda siz borligingiz uchun yashayotgandim. Endi o'z uyimga qaytdim. Agar sizlarnikiga qaytib borsam, men faqat siz uchun boraman. Sizdan bir narsa so'rayman. Javob bering. Siz qaytishimni xohlaysizmi? Sayyora? Ha, Sayyora. Ha, oyi?
Qizing qani? Bilmasam, oyi shu yerda edi-ku. Bu nabiram ishdan qochdimi deyman, a? Nega unaqa deysiz, oyi? Bu yerlar chiroyli bo'lsa, mahallani aylanay deb sayr qilgan chiqqandir-da. Ha, shunaqa degin. Unday bo'lsa yaxshi. Voy jonim-ey. Menga qara. O'zi Samirani hayoti yaxshimi? Negadir nevarami kayfiyati yo'qroq. Yaxshi, oyi. Yaxshi. Meni aldamagin. Samirani ko'zlarida qandaydir dard bor. Sal ko'ngliga qo'l solib ko'rmadingmi? A? Axir onasisan-ku. Balki yangi uyga ko'nikishga qiyin bo'layotgandir. Yo'q, oyi, adashyapsiz. Qizim juda ham baxtli. Har kuni telefonlashib turibmiz. Qaynona qaynotasi o'z qiziday ko'radi. Nabirangizchi malikalarday yashayapti, oyi. Voy, unday bo'lsa yaxshi. Menga qara. O'zi Samira senikiga shunchaki keldimi? Ha, oyi. Meni ko'rgani kelibdi, sizni so'radi. Ikkalamiz ona bilan sizni ko'rib kelaylik deb keldik-da. Kechga kuyovim kelib olib ketadi. Yaxshi. Unda xursandman. Bor qarachi. Dan uzoqqa ketib adashib yurmasin. Xo'p, oyi. Xotir olmang. Qaraychi. Aslida bularning hammasi meni dadamga tegishli. Bu hashamatli uy, qimmatbaho buyumlar hammasi bizniki. Ular bizga tegishli joyda yashashyapti. Hali hammasini qaytarib olaman. Oyi, qornim ochdi. Meni ham qornim ochdi, oyi. Nimadir pishirib bering. Hozirda kundan non bilan biror nima olib kelaman. Faqat ozroq pulimiz qolgan. Hali bu qiyinchiliklardan o'tib ketamiz, bolam. Xo'pmi? Dadang borida hammasi boshqacha edi. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasiga o'sha Ikrom aka aybdor. U dadangni qotili. Uni deb biz shu qashshoqlikda yashayapmiz. Lekin buni bizdan boshqa hech kim bilmaydi. Mayli, hali bu kunlar ham o'tib ketadi. Lekin bolalarim shu kunlarni hech qachon unutmasligiga kerak. Kun kelib katta bo'lganinglarda dadinglarni o'limi uchun Ikrom akadan qasos olasizlar. Bizdan tortib olgan hamma narsani yana qaytarib olasizlar. Oyi, yig'lamang. Men sizga va'da beraman. Katta bo'lsam Ikromdan qasos olaman. Shirin. Voy, shu yerdami deysiz? Uylarni ko'zdan kechiray degandim. Juda ham qimmatbaho buyumlar ko'p ekan-a? Ha. Erim shunaqa buyumlarga qiziqadi. Bugun Akbarjonning kayfiyati juda ham yaxshi. Siz ham u bilan yaqindan tanishib oldingizmi? Ha. Biz Akbar bilan tezroq tuzalishga kelishib oldik. U meni eshitdi va rozi bo'ldi. Juda ham xursand qildingiz meni. Agar bolam tuzalib ketsa, istagan narsangizni olib beraman. Faqat u bilan
yaxshilab shug'ullaning. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Mayli, men pastga tusha qolay. Nimaga jimsiz? Gapiring. Nimaga javob bera olmayapsiz? Shohruh aka, men siz uchun uyga qaytaman deyapman. Uyga. Sizni yoningizga qaytaymi? Samira. Sana savoling mantiqsiz. Axir hammasini bilasan-ku. Nima, siz bu bilan seni yoqtirmayman demoqchimisiz? Axir meni yaxshi ko'rasiz-ku. Buni ko'zlaringizdan ko'rib turibman. Yoningizdan har o'tganimda ko'zingiz ko'zimga tushganida yuragingizni dukurlashi axir mengacha eshitiladi, Shohruh aka. Yana jimsiz. Axir sevgimiz uchun kurashishimiz kerak. Keling, yana Samarqandga qochib ketamiz. O'sha yerda baxtli yashaymiz. Nima dedingiz? Men hammasiga tushunmadim. Nega bu yerga kelding, qizim? Uf, oyi, siqilib ketdim. Nima bo'lyapti uyda? Menga hech narsani aytmayapsizlar. Dadam yaxshimi-la? Yaxshi, dadang, yaxshi. Uy tinch. Bugun Akbarjonga Qo'rchoq teatridan kelishdi. Tomosha qo'yishyapti. Uni boshimga uramanmi, oyi? Meni ishim nima bo'lyapti? Voy, iltimos sabr qil, qizim. Yangi kelgan shifokorni quritamiz. O'zing shu uyga qaytib kelasan, qizim. Oyi, nima qilsangiz faqat tezroq qiling. O'zingiz shu uyga meni olib kelgansiz. Endi esa meni uloqtirishlariga jim qarab turmassiz-a? Hali bu uyga boshingni mag'rur ko'tarib kirib kelasan, qizim. Samira ketdi. Shirinam ketadi. Keyin sen shu uyni kelini bo'lasan, qizim. Sen shu uyni bekasi bo'lmaguningcha tinchimayman. Yaramas. Sen meni qizimni hayotini barbod qilding. Men Samirani senga uzatgan edim. Ana Nogiron ukangga emas. Meni kechiring. Oyijon, unaqa qilmang, bo'ldi. O'chir ovozingni. Senlarda nima haqqing bor meni qizimni taqdirini o'ynashga? Uyalmadinglarmi? Meni kechiring. Kechirimingni pishirib ye. Meni qizimni hayotini buzib bo'lganingdan keyin kechirim so'raganing nima qilay? Vijdonsiz. Bo'ldi, oyi. Oldimga tush. Sen bilan uyda gaplashaman. Vijdonsiz. Yur. Nima qilib yuribsan mahallada sharpanda qilib? Ozodga nima bo'pti? Bu yerga jasad keldi deb eshitdim. Ha, shunaqa. Eshitishimcha, baxtsiz hodisa bo'pti. Avtohalokatmish. Ha, kimni qay tarzda joni uzilishini bilmaymiz. Kecha shu yerda yurgan odam bugun oramizda yo'q. Mayli. Buni hammasini Allohning o'zi biladi. To'g'ri aytasiz. Ochig'i bu xabarni eshitib o'zim ham boshqacha bo'lib ketdim.
Ikrom aka, eshitaman. siz so'ragan hamma hujjatlarni jo'natib qo'ydim. Hech qanday kamchiliklari yo'q. Yaxshi. Aytgancha. Endi Shirin shifoxonaga kamroq keladi. Agar iloji bo'lsa, uni o'rniga birorta malakali shifokor bo'lsa, ishga olaveringlar. Xo'p bo'ladi. Shirin endi sizlarnikida ishlaydimi? Ha. Endi u Akbarga qaraydi. Ha. O'g'limni sog'lig'ini unga ishonib topshirdim. Bugundan ish boshladi. Ko'ramiz hali vaziyat qanaqa davom etadi. Ha, tushunarli. Unda men nomzodlarni bir ro'yxatini ko'raman. Yaxshi. Shunday qiling. Mayli. Sen qiz nimalar deyapsan? Ha? Shohruxga aytgan hamma gaplaringni eshitdim. Samarqandda yoqtirib qolgan yigiting shumidi hali? Ha, oyi. Voy. Axir sen uni samarqandlik deganding-ku. Yo'q, oyi. Ular ham menga o'xshab Samarqandga aylanganib borgandilar. Dadam meni hayotimni hal qilganlarida juda ham xafa edim. Lekin taqdirimga rozi edim. Keyin kuyov bo'lib Shohrux aka uyimizga kirib kelganlarida ko'zlarimga ishonmagandim. Lekin to'ydan so'ng bular shunchaki ko'z bo'yamachilik uchun qilinganini bildim. Sen qiz, hozir unga Samarqandga qochib ketaylik deding. Shunday deyishga uyalmadingmi? Qurib ketdir. Oyi, meni ham baxtli yashashga haqqim bor deb o'ylabman xolos. O'chir, o'chir. O'zingni yig'ishtirib ol. Buving hech narsani bilmasliklari kerak. Hammasini uyga borib gaplashamiz. Tushundingmi? O'zingni yig'ishtir. Ko'z yoshlaringni art. Tushundingmi? Allo, Farruh, yaxshimisan? Qalaysan, Shoh? Qayerdasan? Zaldaman. Ha, tinchlikmi? A'zoyim buzuq. Men hozir oldinga o'taman. Bittasi jahlimni chiqardi. U bilan gaplashib olishim kerak. U deganing kim? Ishkalmi? Xolising oldinga boraman. Yo'q, o'zim boraman hozir oldinga. Ketyapman. Shirin, bu qanaqa dori? Bu tabiiy giyohlardan tayyorlanadigan damlamam. Hozir buni damlab tindirib qo'ysam, keyin Akbarga ichiraman. Bu dori Akbarni tinchlantiradi. Miyada qon yurishini yaxshilaydi. Tromb bo'lib qolgan joylarini yumshatadi. Xullas, juda ham foydali. Juda ham zo'r giyoh ekan. Siz bu giyohlarni qayerdan olasiz? Meni bir yosh katta tabib ustozim borlar. Ulardan juda ko'p narsani o'rganganman. Hozirgacha maslahatlashib turaman. Juda ham yaxshi. Ha, aytgancha, tomosha yana bo'larmikin? Yuring, xabar olamiz. Yuring. Gulnor opa? Xo'p. Mana shuni aralashtirib turing, iltimos. Xo'p. Mana. Rahmat. Bu yerda senmas, meni qizim yashashi kerak. Sen ham Samiraga o'xshab bu uydan ketasan. Seni ham izingni qurtaman hali. Men ham ovoz berib o'ynata olamanmi? Ha, albatta o'ynatasiz. Urinib ko'rasizmi? Keyin o'rgatasizlarmi? Ha. Albatta o'rgatamiz. Rahmat. Agar siz o'yinchoqlar bilan do'stlashvasangiz, o'shanda ovoz berishingiz ham oson bo'ladi. Menga yana bitta tomosha qilib beringlar, iltimos. Mayli, yana bitta zo'r ertagimiz bor. Shuni qo'yib beramiz. Rahmat. Biz tayyorlanaylik. Mana bering.
Yo, Akbar akasi. Mo'ralash mumkin emas. Voy qayerlardayding Samira? Menga qara. Nega ko'zlaring qizargan? Yig'laganmisan? Yo'q oyi. Hammasi joyida. Sizga shunaqa tuyulyapti. Yaxshimisan qizim? Yaxshiman buvijon, xavotir olmang. Sayyora, ovqat qaracha pishib qoldimi?